Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Dilasi Bozorov YouTube kanali. Bugungi videoda biz sizlar bilan 4 ta legendariy agent ochib open pack qilamiz. Mana ular ketishiga 6 soat qoldi. Imkoniyatim 6.7 ekan. Endi 756 ta olmos. Endi esa 2 ta legendariy agentlarim bor. Ikkinchi akkauntim ko'rsatmaganman, ancha bo'lib ketdi. Mana hozir asosda qo'yib Salah, Haaland, Mbappe, Rodri, Fede, Jude, Hakimi, Van Dijk. Akkauntim futbolda sari hamma futbolchilar faqat mana kartalar qolgan. Qora, pushti, shunaqa kartalar. Mana isboti. Hamma playerlar maksimum reytingga erishgan demoqchi. Biz open pack'ni boshlaymiz. Hozir jamoamiz nomini Yamal klasi deb yozib olamiz. Ataga Luis. Mana bo'ldi. Men please deb yozib olamiz. Dilasa iltimos Yamal ber deb yozib oldim. Endi o'xshasa o'xshar balkim. Bilmadim. Yosh birinchi agentni ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi agent. Ya oddiy italiyalik. 32 raqamda xush ko'rishdi. Federico Di Marco. Federico Di Marco Interning Italiya terma jamoasi chapdan himoyachisi. Bir yangilik qilmoqchiman. Hozir sizlarga yuzimni ko'rsatib video qilaman. Yo'q, ko'rsatmaslikka qaror qildim. Agarda mana shu videomiz 30 ta like kelsa, keyingi videoda yuzimni ko'rsatib video qilaman. Hozir ikkinchi agentni ochamiz. Bosamiz. İkincisi ko'zimni turaman. Boshqa qanaqa bo'ldi? İspanyol. Ko'rolmay qoldim. Ko'zimni yumib aytganimda 20 kim ekan? Kasting 80 Kukurellami 20 raqam ekan. Kukurella bir vaqtlar 20 ga o'ynagan. Dani Olmo. Endi olmoslar sarflashni boshlaymiz. Agarda tushmasa olmos sharga ketgan bo'larmi? Yana shuni qilayveramiz. Tushirish kerak, chunki boshqa imkoniyat yo'q. Hech bunaqa ajoyib kartalar kelganda bironta futbol tushirmaganman. Tushirib qolish kerak. O'tgan marta Ronaldo va Messi kelganda 8 ta ochganimda ko'ruvdilar, bironta ham tushmadi. Bunga hozircha 6 ta ochdim, yana 2 ta ochsam jami 8 ta ochgan bo'laman. Tushish kerak. Bo'ldi.
3-chi agentimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yana ko'zimni yumib turaman. Mana yumganman. Argentinalik. Kim ekan bu? Qiziq. 93 bo'lgan. Pastlari 93 bo'lgan. Nahotki tushdimi? Nima qana orqishlar qana rangchalar tushyapti. 90 ball kontrol. Fernandes qanaqa kartasi? Nahotki tushiryapman. Enzo Fernandes screenshot qilish kerak. Voh, omadni qarang. Enzo Fernandes nahotki tushdi. Voy seni kattalaringni aylanay. Mana bittasini tushirdim. Enzo Fernandes bularning ichida 5-o'ringa turuvchi. So'nggi imkoniyatim bu. Jalga ketmadi. Buni ham olish kerak. Qilaveray. Balkim keyingisiga ham ketmaga tushirsam ha. Nima dedilar? Bosayveraman bir ancha. Enzo Fernandes tushdi. Bilasizlar, Kubarsini finalda uchirib yuborganini va qizil olib ketdi. Argentina ko'pchilik aytdi, shu sababli yutqazdi deb. Oxirgi agent ko'zimni yana yumaman. Va bismillahirrohmanirrohim. Va boshladim. Yana ko'zimni yumaman. Turli chiqishi g'alatiroq bo'ldi. Sotin 80. Qaysi davlatlardan ko'rganim yo'q. Turmushlar uncha Yamal 80 bastidi. Kontrol 80. This ambitious team are showing off their new signing. Mayli zoti olmaslar xayf bo'lmadi. Cheki dahshat bo'ldi. Mana futbolchilarni sotamiz. Keyin fitness qilamiz. Olmoni texnika ko'ramiz mayli. Katta Dimarko. Dimarkoni sotmasam ekan. Kuchaytirsa lekin zo'r bo'ladi. Mayli sotaveraman. Fitnessga. Va bizda zoti Fernandes tushdi. Xudoga shukr deymiz albatta. Fernandes shu spika ko'ch bosarsam. Nihoyat tushdi. Enzoni qaranglar, voh voh. Bitta o'ynab ko'raman. Ko'ramiz qani o'ynab. Enzoda bitta o'yin o'ynayman.